Assalomu alaykum do'stlar. Bizda mana bunday deflektorlarimiz yetib keldi. 250 diametrlik hamda 100 mm diametrlik ko'rishingiz mumkin. Mana mexanizmlarini, ichkarida pachimliklari, xo'sh bu tok bo'lmasa ham shamolda xuddi ana shunday ishlab turadi. Buni vazifalarini, xo'sh bizni ish jarayonlarini kuzatib borsangiz, xo'sh o'rnatib nima vazifada ishlashini aytib ko'rsatib o'tamiz aziz do'stlar. Aziz do'stlar, xo'sh deflektor mahsulotlarimiz nima uchun ishlatilishlarini sizlarga xo'sh hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, mana podval qismimizda dimoxod, ya'ni kuxna uchun, oshxona uchun gaz plitasiga dimoxod o'rnatilgan. Mana shunday turba, dumaloq turba orqali tepaga yuqoriga olib chiqib o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin mana. Azizlar, mana bu vazifasini ko'rishingiz mumkin. Mana shu dimoxodning eng yuqori qismidagi turbaga o'rnatilgan. Bu nima vazifani bajaradi? Bu tashqari ko'cha qismidan, ya'ni har qanaqa hech nimalar, qushlar yoki bo'lmasa yomg'ir, qor turbani ichiga tushmaslik vazifasini bajaradi hamda ichkaridagi havoni o'zi mexanizmi bilan xo'sh yuqoriga chiqarib beradi. Vazifasi shu. Bunga hech qanaqa tok yoki bo'lmasa hech qanaqa energiya xo'sh kerak bo'lmaydi. Ishlash uchun mana shamol yordamida aylanib turib pastdagi havoni yuqoriga tortib chiqarib beradi. Vazifasi shu. Agar shunaqa xo'sh mahsulotda kerak bo'ladigan bo'lsa ham bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xo'sh ekran pastda telefon raqamlarini qoldirib ketaman. O'lchamlari 100 likdan boshlanadi, ya'ni 100 mm diametrdan boshlanadi. Bu yog'i necha diametrgacha sizni buyurtmangizga asosan tayyorlab beraveramiz. Ish jarayonlarini kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.